Hürmetli vatandaş, bizden işkence endiki mundaq buludu. Bu leksiyimiz, dikkat kılıyorsunuz bunun vatandaş bu. Aralıkta bulup geldi, mesela ne mi deyseniz, Yaponiya, Filipin devleti bilen kelişim imzaladı her bir işlada. Müdafiə işlerinde. Şundaqla Yaponiya, 4 devlet kuasma. 4 devlet Amerika, Avustralya, Hindistan, Yaponiya. Bu Ponksi'nin bir azası vatandaşım. Ben aralıkta sizlerge şundaq sözüldüm. Hazır Büyük Britaniya Otur Asya'ya yürüyüş kılışqa tayarlandı. Yakın muşu yıl 2004 yıl Büyük Britaniya parlament azaları ve siyasi erbaplar yaki soda ticaret sahasındaki erbaplar Otur Asya'ya yürüyüş kılıdı dedik. Bunun kayında Yaponiya mı hem bu 2004 yılı Otur Asya'ya yürüyüş kılıdı kırdı dedik. Buna sizlerge haber kılıp yetkizip olgan edik. Endi bugünkü alayda ahval nima desiniz? Bugün Yaponiya, Hindistan iki devlet tashqi ishlar ministerleri, diplomatları Tokyo'da kelishim e'lon qildi, kelishim hosil qildi degandek bir xabar yetib keldi. Bu xabarning mavzusi rayon doirasida bexatarlik masalasi ko'ngil bo'lishga asoslanib Yaponiya ve Hindistan bexatarlik ve iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 3 ayning 8 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi vatandosh. Yaponiya, Hindistan iki davlat tashqi ishlar ministerleri 3 ayning 7 kuni bexatarlik ve iqtisod bo'yicha hamkorlik qo'shildi. Bu yerda bexatarlik davlat bexatarligi. Ama şu nesin çıkıntısınız oldu. Devlet bexatarlik, devlet müdafiə meselesi. Şu meselede Hindistan bilen Yaponiya ayrım aldı. Kuasının 4 devletinin sırtıdaki ayrım münasebet dairesi de hazır kelişim hasıl kıldı ya ki bununla hemkarlış koşuldu değil. Ama bu alkışlaydıgan vaziyet deyimiz vatandaş. Mesela Hindistan bilen şu devlet müdafiə ve bexatarligi doğrusunda Yaponiya kelişim imzalasa, mesela Hindistan Cumhur çığırası bir vaka olsa, berip Yaponiya arlaştı degan gap. Gerçi bu kelişimnin, söhbetinin mezmunduğu bombusu mu? Sen harbiy ishlar ve devlet bexatarligi bo'yicha kelishim hosil qilgankensen bu muqarrar. Hindistan san keldi, sen Hindistan'a barasan. Hindistan'dan beşiği yetip gelgen avarıçılıkka aralışıp, katlaşıp durup, andın hemkarlıkını iş kaşırırsan degen gep vatandaşım. Burayında Cungu'nun gün sayın üst kilovatkan tesiri küçüğü aldı da Tokyo ve Yeni Dehli iki devlet hemkarlığını küçüğe yetişine karar kıldı. Allah şehrin. Yaponiya Tashqi ishlar ministeri Yoko Kamikawa ziyoratga yetib kelgan Hindistan Tashqi ishlar ministeri Jaishankar suhbatlashgandan keyin Tokyoda birlashma axborot e'lon qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Biz ikki davlat hamkorligimizni kengaytirganligimizni va kuchaytirganligimizni e'lon qilamiz. İki devletin hamkarlığı küçüyüşü gerek, hem kengayişi gerek. Dairden etkan devletke münasebetlik dairlerden etkan da. Cümleden devlet müdafiə üskünleri bilen kurallanış. Ana, şehrin deyimiz, tekniki ütünüp bir sahalardaki hemkarlıkla öz çıkalılar. Japoniya'nın teknikisini bilirler vatandaşlar. Bu teknika, mesela harbiy hemkarlık meselesi berip çetildiğin bolsa bu teknika harbiy hemkarlık münasebetli teknika mı Hindistan kırıp geldi o degen gap. Qatarda sahalardaki hemkarlıkta öz çıkaldı. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri hemkarlıktan hava boş ve internet bexatarligi yeni sahalarga kengaytishga qo'shildi ikki taraf. İnternet sahası mı hava boşluğu mu? Demek avatsiya bu. Avatsiya degendeki yo'lovchilar avatsiyasi emas.
havo boşluğu endi sizga ayan havo armiyasi bu degandek vatandaş. Bunun umu kengaytishga, kuchaytishga qo'shilganligini bildirdi. Hindiston bilan Yaponiya to'rt taraf bexatarlik bank-siyaga a'zo davlatlar bor. Jumladan Amerika, Angliya, Hindiston, Yaponiya. İki davlat amaldorlari birlashma harbiy manevr o'tkazish doirasini kengaytishni qarshi olganligini bildirdi. Endi bu sizga so'zlagan bu leksiyaning oxirgi yoki bu leksiyaning mavzusi yoki mag'zi oxirida chiqdi-ku mana vatandosh. İki davlat Hindiston, Yaponiya hamkorlashib harbiy manevr o'tkazish doirasini kengaytishni qarshi olganligini bildirdi. Mesela Hindistan'ın janubi tarafida Hindi okean deyilib, bu yerda cho'ng chataq yo'q, xalqaro g'avg'o yo'q. Shu to'g'rida xalqaro g'avg'omi yo'q. Hindistan'ın shimoli yoki shimolidagi Jungo chegarasida g'avg'o bor. Yaqinda dedik-ku, yana erishdi bular, yana mushlashdi dedik-ku. Endi hozir shu sohalarga masalan harbiy manevr elib berishga to'g'ri kelsa, Hindistan'ın shimoli qismida masalan Jungo'nun ta'sirini kengaytishni cheklash va yoki Jungo ta'siri kengayayotgan shunday bir paytda Hindiston Yaponiya hamkorligi. Nima deymiz vatandosh? Bu bir yangi yuzlash, bu bir yangi vaziyat. Birinchisi, ikki davlatning birlashib harbiy manevr o'tkazishni qo'llaymiz. İki devletning birlashib harbiy manevr o'tkazish doirasini kengaytishni qo'llaymiz. O tarafda Arunachal, bu tarafda Ladakh, bu tarafda Aqsaychin. Mushu chegaralarda Yaponiya, Hindiston ikki davlatning hamkorlashib harbiy manevr o'tkazib harbiy manevr elib berishini qo'llaymiz vatandoshlar. Ama bizim meydanımız endeki bugünkü vaziyetler, Jungo'ga münasebetlik vaziyetler doğrusu to'xtalib bakaylı. Çünkülerden Jungo Şinjan'a, müstemlik Uyg'uristonga avatgan gubernator, Kompartiyaning amaldor Mashinroy bu qitim ikki qurultay mezgilida Şinjan to'g'risi, müstemlik Uyg'uriston to'g'risida suhbat bayon qilib, kayfiyati tuvan. Suratga ko'rinish kayfiyati tuvan. Uning ustiga uning so'zlayotgani o'z ixtiyori oldagi so'z. Yoki muxbirga javob berish yo so'rgan savolga javob berish ixtiyorligi yo'q. O qo'lidagi qog'ozni o'qib beryapti, tayyorlangan tezis. Tayyorlab bergan originalni o'qiyapti. Uning birinchi jumlasi islom diniy yoki diniy faoliyatlarning hammasini İslam dini e'tiqod faoliyatlarini, bunun içinde Budda dini mi var, Hristiyan dini mi var? Mushu faoliyat e'tiqod munosabatlarini hammasi xitoychalashtirish. Men tunigun dedim, qara gap. Qiladigan ishing yo'q. Qiladigan ishing yo'q emas, hozir xalqaro besim oldida nima qilaringni bilmay qolding. Mayli diniy e'tiqod erkinligi bo'lsin, mayli Tungallarning yaqinda bir mashina mesjiddan chiqib o'tdi-ku Xitoy. Mayli diniy e'tiqod erkinligi bo'lsin, mayli diniy e'tiqodni cheklash bo'lsin, bu sening qo'lingdan keladigan ish emas. Faqat sen to'g'laydigan shu var. Bu bir diniy e'tiqodni yo'qitaman deyish bu mumkin emas. 70 yil Rossiyada Stalin, Lenin shunday qilgan edi. 70 yildan keyin ko'rdingizmi? Ortodoks dini aqimi, dini tarafdorlari va yoki Hristiyan dini tarafdorlari, dindorlari Rossiya yemirilgan shu kundan boshlab bosh ko'tarib, jamiyat, davlat, diniy jamiyat va dinga ishonadigan davlatlar deb o'tirg'i chiqdi. 75 yildan keyin. Sen bilgan dinni yo'qdimi? Men turgan dedim, dinning e'tiqod asosini yo'qotolmaysan, chunki bu noiti qudratli falsafa bilan bog'lanib ketgan gap dedim. Sen faqat bugun oq kiyimni kiysan, ma qizil panusni ko'tarasan, ma qizil ko'ynakni kiyib saniga chiqib usul o'ynaysan,
Kızıl bu Cungo Kompartiyası kızıl bayrağının belgisi. Yoki Cungo Kompartiyası qon ichishning belgisi. Sen şunu kılsan deysen bu vaqtlik narsa. Bu vaqtlik narsa dinning mohiyatini, e'tiqodning asosini tavritalmaysan, şuna Xitoychilashtirman deb avara bo'lmama shuni efendim. Lekin men bu so'zlarni qilayotgan vaqtda men seni kayfiyating qardim ya. Kayfiyating bektuvan shuni efendim. Bunun sebebi nima? Ishki jati azar yedimmi? Yoki hozir sen rahbarlik qilayotgan, hukmronlik qilayotgan Xinjiangning vaziyati seni xafa qilayotamdi. Yoki Xinjiang to'g'risidagi fikrlar, masalan, bu fikrlar chet eldan qo'yilayotgan fikrlarni qo'yib tur. Xitoyning ichki qismida bu masalani zada qanday bir taraf qilamiz? Bir taraf qilishing kerak. Bununla cevap verişin gerek. Yoki salbiy jihati, yoki ijobiy jihatdan cevap verişin gerek. Bu xalqaro jamiyatning besimida. Sen bunun cevap verişin gerek. Hozir ikki tarafdan qutulish, masalan, Uyg'uristondagi besimdan qutulish uchun Tayvan vaziyatini jiddiylashtirish, Tayvanga kelayotgan besim vaziyatdan qutulish uchun Uyg'uriston vaziyatini jiddiylashtirish sening oldingdagi masalan shu. Maşamra efendi, dinni Xitoychilashtirman, e'tiqodni Xitoychilashtirman mumkin emas-ku. Bu hargiz mumkin emas-ku. Mumkin bo'lmaydigan ishni so'zlab, demak sening qiladigan ishing yo'q deganga. Qiladigan ishing yo'q. Bostiray desang, uning vaqti o'tdi. 7 yil bostirib bo'ldim. Belki xalqaro jamiyatning chidam g'ayrati shunchalik bo'lishi mumkin. Javob qaytarish uchun. Qilolmaysan mashunray. Kayfiyating shu. Ikkinchi masala hozir Hong Kongda ko'tarilgan masala. Vatandosh Hong Kongning negizida qonunning 23-moddasi jinoiy ishlar moddasi. Shuningga asosan Cungo Kompartiyasi pistirma qoldirib vaqti kelgan vaqtda 23-modda bo'yicha Shangangda davlat bexatarligi qonuni ma'qullaymiz degan gapni shu qonunga singdirgan ekan. Bugun hozir Li Jiaqi hukumati, Hong Kong hukumati oldirabtinan mushtunugillardan boshlab hozir shu qonunni muhokama qo'yish, muhokamadan chiqqandan keyin qonun tuzishni yo'lga qo'yish. Hozir mush tayyorlik, lekin jiddiy ketyapti. Sababi nima? Buni buncha jiddiylashtiriishning nima zaruriyati bor? Hong Kong o'zing hukmronlik qilyapsan-ku. Bostirishlarning hammasini qilib bo'lding yoki bostirib bo'lding asos jihatdan Hong Kong demokratlarini. Bugun qonun chiqarib o'zni jamiyatning muqimligiga qilish sening gapingcha. Bu qonunni tuzdi ekansa, nimaga jiddiylashib qolding gap mana shu yerda? Tayvan bilan bo'lgan munosabatingdagi jiddiylik Hong Kong munosabatiga ta'sir ko'rsatyapti. Yoki musharayn yuz berish ehtimoli bo'lgan bir voqea oldida Hong Kongda qonun belgilash va negizli qonun asosida qonun tuzish tin iborat mushu ish kun tartibdan qolmasin deb oldirayotsan belgilab olmaydi. Masalan, alayli vatandosh mesela deymiz, bugünkü vaziyet. Bana qarang endi. Bugünkü vaziyet birlikka keltirish to'g'risini to'xtalib, tinchlik to'g'risida to'xtalmadi. Li Chang Tayvan bo'g'ozining eng xatarlik payti yetib kelganligidan bishorat berdi. Undaqchi Shanghai, Hong Kongda tuzish, qonun tuzish va Hong Kongni kontrol qilish. İhtimal sen bir o'ylayotgan narsa, men Tayvanga harakat qo'llansam, Hong Kong kendini mustaqillik jakarlaydi. Yoki men Tayvanga harakat qo'llansam, shu an, shu daqiqa, shu soat ichida Tayvan mustaqillik jakarlaydi. Tayvanning kendidan Hong Kong mustaqillik jakarlaydi. Asrash mushuq eg'izdan chiqarammaysan-ku Cungo Kompartiyasi. Bugün maşamına yapandığının bu şapkatkenin bana muşuyadı. Hong Kong agar Tayvan işkisi muşundak vaziyet aldığın şart sen hücum kıysan.
sen Tayvan'a hücum kılsan aldığın şart şu. Tayvan mı Hong Kong'un müstakillik jakarlısa bu her ikisi Xitay rayını vaqta besim qarayar giyip keldi maşınra şunu çıraylarını soluşap ketdi maşınra efendi. Ekranda deniz uruşu işleriga tayyorlik qilish jungo puli qaraydigan yillar bu ne? Azim muşanda 3 qatım tekrarlayman çünkü 3 xil tor bitidi kepti bu gap. Bugün Reis Xi Jinping şundaq depti. Denizde uruş qilish işleriga tayyorlik qilish, umumiyizlik tayyorlik qilish. Bu xabar kimning? Sushaxı. Yo'q, kechiringlar, pulni qaraydigan yillar. Endi yana bir xabarda Wang Yi yana Amerika qarishtirishga boshladi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi yana Amerika qarishtirishga boshladi. Ikki qurultayda Amerikani haqoratlab, Amerika hech nima emas dedi. Xo'sh. Wang Yi efendi, yani nima bo'ldi? Ko'kyantoqni qisirib qo'ydimi nima birisi? O'tgan xili yaxshi munosabat qilamiz deb 10-oyda o'tgan yili Amerikani ziyorat qilib 11-oydagi suhbatga aktiv tayyorlik qilgan Wang Yi efendi bugun nima ishqa? Endi Amerikani tillaydigan bo'lib qoldi. Su Şavkı 3-ayın 8-günü. Ekranda Xi Jinping Jinmen aralığı yol açtı. Uruş signali tarqatdı. O'tganimizda Jinmen vaqasi tufayli bu atrofda qo'rshovga oldi. Dedik. Mushu atrofda Jungo armiyasi harakat qildi. Dedik. Hatto Jinmen vaqasi to'g'riliq bilan suhbatga o'ltirib, necha qatim suhbat o'tkazdi, oxiri yaxshi bo'lmadi. Vatandaş signal azı yol açtı. Orası signali taqatdı Reis Xi Jinping. Chu Gojin bu Tayvanlik obzorchi ekan, yerim kechigacha uxlay olmadim. Tayvan bo'g'izi urush portlash holiga kelib qoldi. 57-nomerlik axborot xabarlari 3-ayın 8-günü YouTube. Bu Tayvanlik obzorchi adam ekan, Chu Gojin deydi ekan. Hozir urush hopsi yoki Tayvan bo'g'izi urush portlash holiga kelib qoldi. Ko'zimdan uyqu qochdi dedi. Ekranda Tayvan bo'g'izida chorlash elib berish qo'rqinchli bo'lib qoldi. Hozir Jungo uchun aytganda chorlash chiqish qo'rqinchli. Bu odatdagidek chorlash emas. Yoki doimiy tartibga aylantiraman deydigan chorlash emas. Jungo uchun aytgan Tayvan bo'g'iziga chorlash chiqish, chorlashga parxod avatish bu qo'rqinchli bo'lib qoldi. Jinmen aralida parxod so'qilib ketish voqeasidan qaraganda yaxshilik bilan oxirlashmaydi. Suhbatga o'ltirib vaqti bo'lmadi dedi hozir. Hozir Jinmen aralida endi mushu parxod so'qilib ketish voqeasini tinch yo'l bilan hal qilish, suhbat bilan hal qilish degan gaplar yaxshi natija bermadi. Endi bu ish hargiz yaxshilik bilan oxirlashmaydi. 2 soat ilgari TVBS Tayvanning danglik televiziya kanali emasdan Chen Wenxi xonimning televiziyasi. Bu Chen Wenxi xonim sizni tanishtirdimmi? Bu esa erkin Demokratlar partiyasining a'zosi. Bu buningda 20 yil burun nayta aktiv faoliyat qiladigan ayol. Amerikaga ziyorat kelib ketgan ayol edi. Keyin hayron qalasiz, men dedim sizga. Prezident Clinton Beijingni ziyorat qilib, qaytib kelgan 98-yil 6-oydan keyin bu ayol men siyosat sohasidan chiqib ketdim dedi. Enin kayniga ulapla qo'ygan bir jumla so'z vaziyat o'zgarib ketdi dedi. Tushundingizmi? Shundan keyin siyosat sohasidan chiqib ketib, bir mezgil og'rib qoldi. Keyin andimish Chen Wenxi televiziyasi TVBS televiziyasini boshqarib hozir bu axborot sohasida faoliyat qilgan, jonliq faoliyat qilgan ayolga aylangan edi. Hozir bu kishi nima dedi? Jinmen vaqasi suhbati yaxshilikdan direkt bermadi, ham Jinmen vaqasi bu yaxshilikdan direkt bermaydi dedi. 3-ayın 8-günü. Tayvan bo'g'izida o'zgarish yuz berdi. Xi Jinping deniz yuzida urush tayyorlik qilishga umumiyuzlik safarbarlik.
yoki tayyorlik qilishni o'ttirib qo'ydi. Dongsen xabarli. Bugun xabarning hammasi mana shu Tayvan jiddiy urush, Tayvan bo'g'izida yoki Tayvan dengizida urush tayyorlik qilish. Xi Jinping Wang Yi Amerikani yana haqoratladi qurultoyda. Vaziyat hozirgi vaziyati Tayvan degan keldi. 5-ayning 20-kuniga 2 oy vaqt qoldi. Leyshinda tungi so'zildi-ku. Michael McConnell Davlat Majlisi Amerika Qo'shma Shtatlar Avom palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi. Hozir vaziyat shundoq jiddiylashayotganda, bu amaldorimiz, Davlat Majlisi amaldori Tayvanni ziyorat qilaman deganligining o'zimi yana vaziyatning jiddiyligi berilgan bir javob etdi. Prezident Joe Biden nima dedi? Davlat Majlisiga topshirgan siyosat, davlat siyosati, davlat xitida Jungo to'g'risi to'xtaldi. Bu to'xtalish dediki, Tayvan bo'g'izining muqimligi va tinchligi uchun Amerika ko'krak kirib o'ttirg'i chiqdi dedi. Vaziyat mana shunday keldi. Vatandaş. Xudo qo'ydoq bu dunyoni.